Aytgandek, agar qalblarimiz toza bo'lganida nafslarimiz Robbimizni kalomini eshitishlikdan malollanmasa deydi. Yana bir o'ylab ko'ringlar shu gapning ma'nosini. Agar qalblarimiz, nafslarimiz pokiza bo'lganida Robbimizning kalomini eshitishdan malollanmas edik. Endi turib zerikib ketyapsizmi? Ko'payib ketdi, ozayib ketdi, tez o'qib yubordi, cho'zib yubordi deyapsizmi? Demak, hali ancha kamchilik bor bizning qalbimizda. Nima demadinglar? Biz bu darslar orqali birodarlar mana shu nafsni, jonni tarbiyasi bilan shug'ullanmoqchimiz. Tasavvuf desa qo'rqib ketmanglar, ukalar. Tasavvuf dinimizning 3dan 1 qismi. Jabroil alayhissalom notanish bir odam inson ko'rinishida kelib payg'ambarimizdan savol so'radi. Islom nima, iymon nima, ihson